Nima bu, menga tushuntirib bering endi. Bu yangi sivırtka. Ko'pchilik bizda ham sivırtka, ham namlantiruvchi krem, ham tonalka ishlatish yomon ko'rishadi. Shunaqa insonlarga 3 в 1 novinka. Bu ya'ni ichida sivırtka ham bor, ichida tonalli ham bor, namlantiruvchi kremi ham bor. Buni rangi o'zgarar ekan. Rangi o'zgarib, zo'r такой сияние beradi. Как krem ekan. No, при этом anaqa ham. Professionalniy уход ham bo'ladi bunda. Nimasi zo'r, po'ralarni yopib bermaydi. Juda ham zo'r. Hozir bizda prям hit bo'lyapti bu narsa. Srochna men olishim kerak bundan va albatta Jijiga sodiqman, bilasizlar qizlar, sizlarga ilindim. Rostdan mazza. Nimasi yoqdi menga? Har doim men uходовый narsa xohlayman, chunki yuzga professionalniy уход bu birinchi o'rinda turadi. Bunda shu bor ekan, professionalniy уход bor ekan. Как tonalniy krem ishlatsangiz ham bo'ladi, как сыворотка, при этом увлажнять ham qiladi.